Yana o'g'limni pulini havoga sovurdingizmi, kelin? Yandexdan zakazlarim ketdi, shular olib keldim. Yana o'g'limni pulini havoga sovurdingizmi, kelin? Yo'q, oyijon, men bularni skidkadan zakaz qildim. Mana hozir ko'rsataman, qarang. Mana qarang. Buning uchun taksi chaqiradigan Yandex.Go ilovasidagi market bo'limiga kirib olasiz va mahsulotlarni topish ustiga bosib, aynan shu sonlarni yozsangiz, mahsulotlarni qiynalmasdan topib olasiz yoki o'zingiz xohlagan mahsulotni savatga solishingiz mumkin. Qarang, 255 ming so'm bo'lgan ekan uchta mahsulot, lekin katta chegirmada 141 ming so'm bo'lib turibdi. O'zingiz xohlagan rangidan bitta savatga solasiz va asosiy menyuga o'tib bitta sovudan qo'shishingiz kerak, chunki savatga maksimal 150 ming so'mlik tovarni solishimiz kerak. Shundagina arzonga olishingiz mumkin. Sovundan ham bitta solib, pastda savat belgisini bosasiz. Mana savatimiz ko'rinib turadi va pastda promokod yozuv bo'ladi ustiga. Roppa rastdagi strelkani bossangizgina narx bor yo'g'i 94 ming so'mga aylanib qoladi. Rasmiylashtirishga o'tib, 100 ga yaqin punktga zakaz berasiz, tekinga olib kelib berishadi. Videoga like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'ying.